uradi zil. Oynali jahonga boqsangiz do'stlar, qalpoqda ko'rinadi bari bir. Qalpoq, 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 yaxshiga soyabon, bosh bola qalpoq, qalpoq. Assalomu alaykum. Nima buyuradilar? Har doimgidaqa anaqa manti. 4 ta. Juda yaxshi. Faqat bilasizmi, yarim soat kutishingizga to'g'ri keladi. Yarim soat. Endi o'rganib ketganmiz. Ha, biz joyda barra tayyorlaymiz o'rga, sveji deydi-ku. Shuning uchun yarim soat ketadi. Mayli, yarim soatda ochdan o'lib qolmasam bo'ldi. Mazali qilsanglar bo'ldi. Yaxshimi? Yirtamiz. Yo'q, yirtiq manti bo'lmaydi. Sovuqda. Chiroyli qilib olib kelinglar. Hop. Barakalla. Men o'zbek bo'lgim kelyapti. Yana o'sha gapmi? Nega o'zbek bo'lging kelaveradi? O'zbekcha kiyimlar kiyib, o'zbek to'ylariga borgim keladi. Ism familiyam ham o'zbekcha bo'lishini xohlayman. Ism familiyalarimizni o'zbekchalashtiradigan bo'lsak, yillab pasport stoliga g'izillab qatnashimiz kerak. Axir hamma narsamiz yetarli-ku. Qo'ysangchi kiyim. Pulimiz keragidan ortiq ko'p. Bu yerda hamma narsani pul hal qilishini mendan ko'ra sen yaxshiroq bilasan-ku. Seni cho'pon do'ppida ko'rishni va isming kim sanali bo'lishini xohlayman. Kim sanali? Unda sening isming nima bo'ladi? Meni ismim Chinnigul. Chinnigul. Xo'p, mayli. Unda o'g'limiz Inning ismi nima bo'ladi? O'g'limizniki Insofali. Men esa bo'lgim kelmayapti. O'zimizning millatimizning nimasi yomon? Sen bilan adibada aytib o'tirgandan ko'ra, baliq ovlagani ketdim. Bir miyamni sovutib kelay. Iltimos. Kep qaling, olib qaling. Men nonni. Ha. Yana gapir, sani gaplaring juda ma'noliydi. Конечно. Ayol kishi bor-ku. 1 yoshdan 20 yoshgacha enasi bilan otasini. 20 yoshdan 40 yoshgacha erini. 40 yoshdan keyin u shu umri qachongacha jetsa-da endi xullas. Ana kuyovni egavlar ekan. Demak, sen ham shunaqa ekansan-da. Men ayol kishi dedim. Qiz balaman axir. Sohiba? Nega ayrim yoshlarimiz yomon yo'lga yurishyapti? Chunki yaxshi yo'lga asfaltga ajratilgan pullarni rahbarlar juda yeb qo'yapti. Ana shuning uchun yoshlarimiz yomon yo'ldan yurishga majbur. Hamma ayb rahbarlarda. Sen juda dahosan-da. Sani tentay deganlarni o'zi tentay. Yana bir savol. Nima ayrim yosh kelinlar arzimagan gapga araslab ketib qolishyapti? Aytaymi uni? Bir qiz araslab otasiniga kelibdi. Ota, meni kuyovingiz urdi debdi. Qayeringa urdi desa, betimga debdi. Chapigami, o'ng'iga emasa, chapiga debdi. O'ng'ini tut debdi-da, o'ng'iga bir uribdi otasi. Nima urasiz desa, bor endi. Eringga ayt. Mening qizimni urgan kuyovimning xotinini men urdim debdi. Senga qo'yib qolmay iloji yo'q. Ana shu karis bor-ku. Kimaka oti. Har kuni keladi, o'ta boy, millioner. Menga 2 ta nonning pulini beradi-da, nonini olmaydi. Shuni olib ketib qoladi. Nega unaqa qiladi? Men bilmayman. Yo, meni sen qolgan. Yoki karis ko'rsatadi. Здравствуйте, Kimaka.
Здравствуй, красавица. Assalomu alaykum. Ну как дела? Yaxshi. Привет, дорогой. Здорово, здорово. Ну, минуточку. Вот, пожалуйста, за 2 лепешки. Ko'tarilgan deganim nima? Подорожался. Ha, kim aka? Nonimiz продолжается-da. Odin qilib. Все, красавица, я понял. Ну, вот, возьмите, пожалуйста. Rahmat. Все, будь здоровы. Xo'p, rahmat. Хоп. Sanga tushunmadim, sohiba. Ha. A shu 1000 so'mni olmasliging kerak edi-yu. Nimaga olmayman, ha? Kecha nonning narxi oshdi. Men hattoki borku, qarindoshlarimga nasiyaga berayotganim yo'q. Siz qo'shnim bo'lsangiz ham sizga qarzga bermayman. Ya axir u non olmadi-ku. Olmasin, menga nima? Menda ayb yo'q. Uni ko'targanlarda aybdor qiling. Tushundingizmi? Tirjiq oling shu yerdan. Kelib qoling, ay. Omonmisan, salomatmisan? Yaxshi. Garchi 8-mart xalqaro xotin-qizlar bayrami o'tib ketgan bo'lsa-da, men sizga ushbu hamyonni sovg'a qilishga qaror qildim. Ilohim, shu hamyonni ichi pul bilan liq to'la bo'lsin. Ustoz, 8-mart bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat singlim. Yaxshi qilibsan. Ey pullar. Mana shogirdim hamyon menga sovg'a qildi. Endi marhamat, joyinglar mana shu yerda. Bemalol kelaveringlar. Amerikalik og'aylarni ham chaqiringlar. Mani film keng, agar g'ing desam, odam emasman. Bo'ladi. Endi ustoz. Maqsadga o'tsak, plan nima? Nima bo'lardi? Halol mehnat qilib pul topish. Lekin bu narsa hammasi senga bog'liq. Menda bir plan bor. Mana shu Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka? Yaxshimisiz? Aka, nimadir yo'qotib qo'ydingizmi? Undan ko'rachi o'lib qolganim yaxshi edi. Qo'limdagi uzugimni yo'qotib qo'ydim ha. Qimmatbahomidi aka? Uka, uni puligachi ikkita Cobalt berardi. $24,000 sotmadimi? Brilliant ko'zli edi. Balkim bu yerda tushmagandir aka. Ya, mashinadan tushayotganimda barmog'imda edi. Keyin nima bo'ldi, nima qo'ydi, qarasam yo'q, barmog'imda yo'q. Yaxshilab bir qidiraylik topilib qolar. Ukajon. Men ana yarim soatdan keyin mana Germaniyaga uchishim kerak. Agar u yoqqa uchmasam, bu ishim ham rasvo bo'ladi. Bu ham rasvo bo'ldi. Nima? Ukajon, siz xavotir olmang aka. Xudo xolisa topilsa, omonatingizni qo'lingizga topshiraman. Rahmat ukajon. Siz yaxshi odamga o'xshaysiz. Ukajon. Mana bu $200. Kim topib bersa, suyunchisiga berasiz uka, ha? Men sizga ishondim ukajon. Yaxshi insonga o'xshaysiz, ko'zlaringiz qarang. Unda ishondim sizga, ha uka. O'sha uzugim sizga omonat jon uka. $25,000 bermadim ha. Mayli ukajon.
ey yaxshi inson, meni qo'yib yubor. Kim u? Senmi gapirayotgan? Meni qo'yib yubor. Gapiradigan baliqlar faqat ertaklarda bo'ladi deb o'ylardim. Yana o'zbekcha gapirishini qarab uni. Nima istaysan? O'zingni to'ydirib ayt. Qancha boylik beray? Nima? Men juda boyman. O'zing tilagingni. Ozodlik, meni suvga qo'yib yubor. Iltimos, yarim kechasi bo'lsa ham kelib, hoy it baliq desang, darrov chiqaman. It deganingga esimga tushib ketdi. Menga bitta it paydo qilginchi. Zoti qanday bo'lsin? Ha, farqi yo'q. Mazali bo'lsa bo'ldi. Bo'ladi. Iya. Bu it baliq? Koreys tilida gapiryapsanmi? Mayli. Mening tilimda gapirganing uchun senga rahm qilaman. Rahmat senga, ey yaxshi inson. Kimniki? 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 Demak, meniki-da. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechirasiz. Hozir nimadir deganday bo'ldingizmi? Ha, mana shu atrofdan o'zi topib oldim. 3 marta kimniki deb so'radim. Hech kim meniki deb aytmadi. Demak, bu menga halol bo'ldi. Omon bo'ling. Topib olgan narsangiz olmos ko'zlimidi? Ha, mana olmos ko'zlik uzuk. Iltimos, o'sha uzukni menga bersangiz. Nega? O'sha uzuk meniki edi. Iltimos, omonatni qaytarsangiz. Suyunchisiga $200 beraman. Siznikimi? Men ahmoqqa o'xshayapmanmi? Mana shu uzuk $25,000 dan kam turmaydi, birodar. Men qimmatbaho toshdan yaxshi tushunaman. Ko'p gapirish yomon ko'raman. $4,200 naqd sanab berasiz, o'zingiz qaytarib beraman. Roziman aka. Yuring chetroqqa o'taylik. Rostdan $20,000 dan oshiqqa sotamanmi aka? O'zingni qarang. Agar chet elga olib chiqib sotsangiz, $30,000 ga ham ketadi. Qarang, o'ta noyob tosh. Uzukni topib berganingizni hech kimga aytmasangiz, yana 1000 beraman. Men juda ham og'ziga mahkam yigitman. Tuya ko'rdingmi? Yo'q. Mana omonatingiz. Mana, ha, yaxshi. Ha, aytgancha. Mashinangiz yo'q ekan. Bizani zapravkada nima qilyapsiz? Men mana zajgalkamni zapravka qilgani keluvdim. Sizniki propan ekan, meni zajgalkam metanda-da. Ha. Propan zajgalka olsangiz, bemalol kelavering. Tekinga zapravka qilib beramiz. Yaxshi. Javob. O'g'il bola ekansiz. Qani, ketdikmi? Ye, shogird bola, qalay? Ish bitdi. $4,000 oldim. Zo'r. Haligi 1000 ni oldi, qolganini menga olib kelib bergan, xo'pmi? Nima? Bekzat aka, bilyat. Nima? Hozir oldingizga yetib boraman. Qiynamasdan insof bilan halol qilib oldim. Ha, yaxshi. Mana insof bilan halol qilib olsan. Endi halollikni nima etsin? Ha? O'rin shogirdim. Endi kechga tomon kelgin, yana bir ish bor. Xo'p, kutaman. Bo'ldi, ustoz.
Chin, aytsam ishonmaysan. Sehrli baliq tutib oldim. Nima xohlasang muhayyo qilaman dedi. Men senga ishonaman. Xo'sh, baliqdan sen nima so'rading? Yo'q, hech narsa so'ramadim. Pulimiz, hamma narsamiz yetarli bo'lsa, faqat shu sehrga ishonish uchun bitta it so'ragandim, birpasda muhayyo qildi. Pul topib aql topmagan tup qo'ysan bor-ku. Oilam bilan o'zbek qilib qo'ydimadingmi? Ahmoq. Chin, nega o'zbek bo'lging kelaveradi-a? Axir hamma narsamiz yetarli-ku. Bilmadim, qalbim shunaqa deyapti. Bor, baliqni oldiga borganda meni oilam bilan o'zbekka aylantirib qo'y degan. Agar meni sevsang hozir borasan-da o'zbekka aylantirib qo'y deysan. Ha birodar, tinchlikmi? Rangingiz oqarib ketdi. Salomatligingiz yaxshimi? Biror yordam kerakmi? Yo'q, yardım kerak emas, menda bari yaxshi. Prosta bitta no bor, birodar. Nima muammo? Ayting, qo'limdan kelgan yordamimni ayamayman sizdan. Bo'g'rim, so desiz, qaltamda 10 000 dollar aqsham bor. Xo'p, 10 000 dollar aqsham bor-da men, negiz buni. Biroq buna tamojnida 5 000 dollar olib o'tishga ruxsat etilgan. 5 000 dollarni qaytib olib o'tishni bilmay jadimman. shumi muammo? Mana qarang, birodar, biz qardoshmiz. Biz bir-birimizga yordam bermasak, kim bizga yordam beradi? Siz hech xavotirlanmang. 5 000 dollarni menga bering. O'zbekiston chegarasidan o'tganimizdan keyin omonatingizni qaytarib beraman. Bo'ldi, bo'g'rim. Hatto'sha rahmat biroq, sen bo'lmaganda men ne qilardim? Bo'g'rim. Agar mana yerdan eson omon o'tib olsak, men seni xursand qilaman. Meni xursand qilishingiz shart emas. Foydam tegsa bo'ldi. Shundan xursandman. Bo'ldi, bo'g'rim. İtbaliq! Voy itbaliq! Labbay, gapiraver. Seni ko'rib eshitib turibman. Meni oilam bilan o'zbek qilib qo'ya olasanmi? Men qila olmaydigan hech narsa yo'q. Lekin nima uchun koreys bo'lib yurganing yaxshi emasmi? Mening koreysligimni qayerdan bilding? Men bilmaydigan hech narsa yo'q. Piyozlikka garomdan chimchiq yishlaringgacha bilaman. Qani, karomatingni ko'rsat bo'lmasa. Abadayni shabaday. O'zbeklik muborak bo'lsin. Kim sanali? Rahmat. Voy itbaliq! Mashina qani? To'xta, shoshma. Ha? Haqiqiy o'zbek bo'lishing uchun yana nimadir yetishmayapti. Nima qilay? Ana, bo'ldi. Ya? Nimaga kechikib jursan, ha? Nonlarni shunday avtobuslar kelib ketib qoldi, men savdasiz qoldim. Otang mashinani yeb kelsang bo'lmaydimi? Otam mashinasi jonimga tegdi. Chuqurga tushgan. Kerak emas shu mashina menga. Bo'yningdagi samolyotda rasm bor. Taqinchog'ing qani? Ha, o'ma. Kecha nonog'ani bir yigit kelibdi-da. Termilgan. Nima samolyot joqdimi desam, yo'q, aeroportda joqdi deydi. Jahlim chiqib qotdi. Lekin juda ham yarashardi senga. Sohiba, ana senga pul berib non olib ketmaydigan boy karismi? Voy, o'lay, otasi o'lib qoldimi? Do'ppi kiyibdi. Karislar do'ppi kiymaydi, qizil gapirasan. Bechora ketmon ko'tarib olibdi.
singanmi deyman. Kamida bu piyoz ekib beryapti. Keling kim aka? Non olasizmi? Assalomu alaykum yaxshilar. Yaxshimisizlar? Voy ulayini, bir kechada o'zbekchani qanday bilib oldingiz? Meni ismim endi Kim emas. Kim sanali. Endi men o'zbekman. O'zbek bo'lganingiz bilan tabriklayman. Nonning pulini bermaysizmi? Yo, uzr. Yonimda bursimam pulim yo'q edi. Agar ikkita non qarz berib tursangiz, ertaga pulni tashlab ketaman. Jon deb berardim. Men nasiyaga savdo qilmayman, mana oyam bilar. Sohiba, uyat bo'ladi. Ha, ertaga beraman deb aytayapti-ku. Bo'pti, ko'ndirding. Mayli beraman. Agar ertaga nonning pulini olib kelmasa bor-ku, sendan olaman, tushundingmi? Sohiba, bir ham qurum soqsan-ey. Shuncha pulini olding, ikkita non bersang nima bo'ladi? Puli bo'lmasa bor-ku, nima qiladi o'zbek bo'lib? Juravermaydimi qarz qilib? Nasiyaga non beraversam, men qachon sepimga narsa yeyaman? Ha? Tarjih qiling. Oldin topib qolgin, keyin seping yig'orasan. Borasan nima gapirsan? Tarjih qiling. Kapti. Bovrim, addushi rahmat birag'e. Salomat bo'lgin. Bizchi qondoshmiz, qarindoshmiz, qardoshmiz. Bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Ya, bovrim, durust aytasin. Biroq Bunov 2 militsiya biz tomonga bag'anadan beri qarab o'tir-qo'y. Militsiya! Komandir! Mana bu odamda 10 ming dollar pul bor. Mana yarmini menga berib qo'ygan. Mana 5 ming dollar. Ol qo'ling, tegma. Men qo'ysa yutmiz. Jim tur. Men vatanimga sodiqman. Mana 5 ming dollar. 5 ming dollar mana bu cho'ntagida turibdi. 10 ming dollar pul olib o'tmoqchi edi. Siz bu yigitning gaplarini tasdiqlaysizmi? Bu yigit emas, bu kozyol bu. Og'zingga qarab gapir, xodim. Bo'ldi. Men vatanimga sodiqman. Haqiqatan ham shu pul siznikimi? Ya, meniki. Mahkamaga borishlaringga to'g'ri keladi. Ko'ka, o'sha yerda hal qilsalar yaxshi. Gapni ko'paytirmang. Mahkamaga borib, pullaringizni musodara qilamiz. Ko'ka, qo'ysandar shu o'tinish. Siz men bilan yurasiz. Sizga esa katta rahmat. O'rta boshliq, kontrabanda iqtisodiyotimizga juda katta zarar yetkazishini ongli ravishda tushunib yetganim uchun sizlarga yordam beryapman. Mana. Sizga esa minnatdorchilik bildiramiz. Bobur aka! Bobur aka! Assalomu alaykum, aziz do'stim. Bormisan, amerikalik bo'lib ketding-ay sen. Assalomu alaykum. Bobur aka. Yo aka, sog'intirib yubordingiz aka. O'zlar qandaysizlar? Qani qo'sh, yana hammani qonqoqsatib yuribsizlarmi? Astag'firullah. Endi u ishlar hammasi yoshida qolib ketdi. Lekin bugun bir savob ish qildik. Xo'sh. Haligi bir 80 benzinni 95 deb sotib yurgan bir yaramasni tanovini tortib qo'ydik-da. Ustoz, maqsadga o'taylik. Endi biz haligi nima deydi? Biz quruq kelmaganmiz. Kelganmiz. Bilaman, xotining ichkarida ichganni qo'ymaydi. Qo'ymaydi. Shuning uchun mana shu mashinada o'tirib icha qolaylik. Mayli, mashinada ichamiz. Hozir men gazakni olib chiqaman. Tezlashtiring. Yashiring. To'g'rimi? Qani marhamat. Mashinaga. Mashina saniki o'zing rolga o'tirdi, men berdim. Mashina saniki o'tirdi. O'tiring. Hurmatingiz bor. Xo'p. O'tiring. Sen nima qilganing? Men sana tushungandim-ku. Erkaksin-ku o'zi. Birodar. Birodar demay meni. O'zingni bos. O'zim bospaymi? O'zingni bos. Bospaymi o'zimda? Ne qilasan? Birodar. Nima? Bo'ldi, Yaxshi ishlarsa bo'lmadi hali. To'ppa tuzuk odamga o'xshaysizlar. Nima janjal bu? Munoqdan maqan. 10 ming dollarim
pullarımni olib, ana yerda militsiyalar menga sotyaptir. Men tog'amga pul kerak edi. Endi qaydan pulni olaman men? O'z zo'rg'a kelgandim-ku. Birodar, shoshma. Birodar dema deyaptim. Shoshma, axir meni eshit. Nima? 10 ming dollarmidi? Ya, 10 ming dollar. Mana senga 10 ming dollar. Mana senga 10 ming dollar. Mana bu 5 ming dollar. Senga mukofot. Hop. Senga rahmat. Men militsiyalarni chemodanimdan chalg'itish uchun sendan foydalandim. Xafa bo'lmagin. Axir chemodanimda 1 million dollar bor. O'zbek. Qozoq. Bratan, rahmet, atishi, rahmet, bratan. Rahmet, bratan. Yaxshiyam o'zbek bo'lganimi? Do'stlarim, men Amerika sehrli diyor bilsalaring, baribir men vatanni sog'inib keldim. Sanlarni sog'inib keldim men. Rahmat. Vatanni shunchalik yaxshi ko'rsangiz, Bobur aka, Amerikaga bormang aka. Bilasizmi, Amerikani ko'rarga ko'zim yo'q. Yomon ko'raman aka. Yo Amerikaga yana bormoqchimisiz? Albatta boraman. Axir Amerika sehrli diyor-ku. Aka, iltimos, meni ham Amerikaga olib keting aka. Ey, senga pishiriq qo'yibdi Amerikada. Yo, chetda yomon yashayapsanmi, ha? Oho, ko'chani aroq deb bosib ketdi. Qani aka, hujjatlar ko'rsatingchi. Komandir, biz axir mashina haydaganimiz yo'q-ku, mashinaning ichida ichib o'tiribmiz xolos. Qarang uka. Nima mashinaning ichida aroq ichish taqiqlanganmi? Abi yurganimiz yo'q-ku. Nima ustimizdan kulyapsizlarmi sizlar? Biz hozir orqalaringda mashinada quvlab keldik-ku. Videoga olyapsanmi? Olyapman mana. Hammasi 01. Mashinadan tusha olmaydi mana. Dalil isboti bilan dokumentini ham ko'rsata olmaydi. Eshitaman. Boburjon. Qo'shayotgan tortishmagin. 6 million ber. Ikkalasini ham tekstlab kelaman. Menga qarang, Bobur aka, o'sha ustoz aytgan 6 million deb beraylik. Bularga ancha muncha ham bas kela olmaydi. Ustoz shuni to'g'rilab beradi. 01 ga tushmaymiz-da, Bobur aka. Sanlar meni lo'q qilasilarmi? Axir mana mashinamni mana motorni yarmisini kecha ustalar olib ketgan-ku. Farmon aka, bu nima maynovozchilik? Motor yo'q. Komandir. Normallik pulolib qilyapmiz-ku. Keyin safar boshqasini ushlab beramiz. Alaykum assalom. O'g'lim, uyimiz qani? Endi mana bizni uyimiz. Nima? Voy bolajonim, ne kunlarga qoldik? Endi meni ismim Inmas, Insof Ali. Nima? Onang Chin qani? Onam Chinmas, Chinnigul. Hey, Chinnigul nima farqi bor Chin ursan? Qani o'zi? Onam uni karishlardiki, mardikorlikka ketdi, piyoz o'tasiga. Nima? Shu kerakmidi ya? Tuppa-tuzi kim eding? Kim sanali bo'lishga balo bormidi? Yoqimli ishtaqa? Tavba qildim. Jon, sen charis emasmisan? Yo'q, men o'zbekman. Hayotda ko'p asli
hazil, ba'zi bir hazillari tagi bo'lar zil. Oynai jahonga boqsangiz do'stlar, qalpoqda ko'rinadi bari bir-bir. Qalpoq, 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 yaxshiga soyabon, bosh bola qalpoq.